Shukronali nima uchun yozishadi? Mani fikrimcha, shukronalini yozish kerak qachonki siz faqat minus ko'rib ketganingizda. Minus ko'rasiz va shukronali yozganingizda plyuslarni ko'rishni boshlaysiz. Yaqinda bitta do'stim, u bilan Telegramda o'tkazgan edik, klishkamga mini gayd deb yozishga gayd yuborib beraman. Kichkina 5 ta texnika bo'yicha. Ana o'sha texnikalarning 4-qismida 5 daqiqa davomida o'zingiz hayotingizda bor 3 ta narsaga minnatdorchilik bildiring, shukronalik keltiring degan edi. Bu do'stim shikoyat qilardi, mani otam shifokor bo'lgani uchun juda qattiq qo'ldi. Shukrona mana shu minnatdorchilik keltirayotganda eng birinchisi, Xudoga shukr, mani otam stomatolog, shifokor. Xudoga shukr, otam bor, onam bo'lmasa ham. Xudoga shukr, uzoqda bo'lsa ham menga maslahat beradigan, yo'l ko'rsatadigan do'stim bor. Undan keyin momga aytdim. Xudoga shukr, qo'l oyog'im butun. Xudoga shukr, o'zim tilim bilan gapiraman. Xudoga shukr, boshpanam uyim bor. Xudoga shukr, ertaga ishga ovqatim bor. Xudoga shukr, oilam bor. Xudoga shukr, akam bor. Ana o'sha payt menga aytdim, shuncha yaxshi narsam bor ekan, bilmagan ekanman. Biz baxtli insonmiz. Biz go'zal davlatda yashayapmiz. Hamma imkoniyatlar bor bizda. Faqat harakat qilish kerak, dangasa bo'lmaslik kerak. Bizda ko'pchilik dangasa, men o'zim ham dangasaman. Dangasalik bekorga bo'lmaydi, dangasalikning ham qanaqadir foydasi bor. Bu foydani tushunish kerak va dangasalikni yengib o'tishingiz qanaqa foyda sizga keladi? Ish qilib charchash, qilishim kerak emas, qilsam nimaga erishaman? Mana shu muhim. Mana shunga diqqat e'tibor fokus qaratish kerak. Men bu videoni qilib nima foyda topaman? Kimgadir yordam beraman, menga kimdir yordam beradi. Men kimgadir yaxshilik qildim, menga kimdirdandir yaxshilik keladi. Va ikkita biznesni rivojlantirish uchun brend yaratishim kerak. Sizlar bilan do'stim. E'tiboringiz uchun rahmat.